Mana bu nimaligini bilasizmi? Qarang bunga. Ha, kalkulyator-ku? Bu oddiy kalkulyator emas-da, bu kalkulyatorni bilganlar biladi. Rostdan bilmaysizmi buni nimaligini? Yo'q, rostdan nima bu? Yana nima ko'rsatmoqchisiz? Qarang, 4 ta 5 teraman nima bu yoqqa? Shundoq barobarni bosaman, skriti bo'lim ochiladi. Vow, zo'r-ku, qanaqa qilib? Hozir buni hammaga o'rgatamiz. Buning uchun nima qilish kerak? Bu videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishdan. Buni o'rtoqlar bilganlar o'zi bilishadi. Hozir men sizlarga ham o'rgatib qo'yaman. Like bosib qo'yinglar. Kalkulyator ichiga bemalol o'zingizlar sirli rasmlaringlarni, kerakli ilovalarni bekitib qo'ysanglar bo'ladi. Buni 100% hech kim topa olmaydi. O'rtoqlar, bu kalkulyator ilovasi Play Marketda pulli turadi. Men sizlar uchun Gaming Six Uzbot botiga tekinga tashlab qo'ydim. Ko'rishlar mumkin, o'rtoqlar, yozilishi xuddi shunaqa Gaming Six Uzbot deb yozasizlar. Mana shu originalga kirasizlar. 242 mingta odam kirganiga. Mana tegidigilar fake. Shunga kiramiz, boshlash tugmasini bosamiz. Mana shu barcha kanallarga obuna bo'lamiz. Men barchasiga obuna bo'lganman. Keyin obuna bo'lib bosinga bosasizlar. Eng tagiga tushiramiz. Keyingi qatorga o'tamiz. Keyingi qatorga o'tganimizda ko'rishingiz mumkin, sirli kalkulyator bor. Shuni ustiga bitta bosasizlar, mana shuni yuklab olasizlar. Bemalol hech qanaqa reklamalarsiz mazza qilib ishlatasizlar. Pro versiyasi. Ilovani o'rnatayotgan paytingizda o'rtoqlar sizlardan mana shunaqa razрешить so'raydi. Shunga razрешить berib yuborasizlar. Hop, keyin mana bu dani bosasizlar-da, o'zingizlar bitta parol qo'yib yuborasizlar. 4 tali 2 marta qaytarib qo'yasizlar. Keyin bemalol mana shu yoqqa kirib, istalgan narsalarni bekitib qo'ysanglar bo'ladi. Sizlardan boshqa hech kim ocha olmaydi. Mana o'rtoqlar, premium versiyasi. Bu videoni o'rtoqlar barcha do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Ular ham hoziroq bu narsani yuklab olib tekshirib, o'zligini sirli narsaligini bekitib qo'yishsa bo'ladi. Bu videoni barcha ko'rish uchun o'zingiz ham storyingizga qo'yib yuboring. Profilimga o'tsangiz, bundan da qiziqarli videolar bor.